Ey Mehriddin. Ey bola. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Hurmatli hamyurtlar. Mana hozir ikkinchi ko'prik. Tamam. Tutuldum. Hozir Mehriddin degan bolamizni oldidamiz. Bu bolani o'zimiz Sahnobod tumanidan Kamoliddin degan bir hamyurtimizni farzandi, ikkinchi farzandi, uchinchi o'g'li, uchinchi farzandim shunda. Ya'ni bu bolada hozir sersa parogi bor, ya'ni yuragida teshik bor ekan. Bu ikkita bor deyapsiz. Ikkita teshiklar bor ekan. Ham bu teshigi o'sha katta ekan. Doktorlar zudlik bilan operatsiya qilish kerak, bo'lmasa kattarib ketadi. Kattarib ketgandan keyin o'pkaga o'tib ketsa qiyinlashadi deyishyapti ekan. 10 kun ichida iloji boricha operatsiya qilish kerak ekan. Shuning uchun aziz vatandoshlar, mana shu guruhda mana shu kanalni ochdik. Mana shu Mehriddinga imkon qadar Alloh qadar qilguncha yordam beraylik. 7 oylik go'dak. Shu orasida go'dakda hech bir ayb yo'q. Mana shu bolamizni yuragini davolatib, bundan kattasini ham yuragida sersa parogi bo'lgan ekan. Unga ham qancha 50 millionlab ketdi. Unisini ham davolatishgan ekan. O'zlari davolatib, eshitdim, uchastkalaringizni ham sotibsiz, o'zingiz kvartirada qolibsiz. Mayli, imkon qadar bu bolamizga ham hozir taxminan 50 million, ikkita teshikka 50 millionlab pul ketadi. Mana shu 50 millionlar ketadigan pulni katta tezlik bilan imkon qadar yig'ishimiz kerak ekan. Alloh xolasa hech narsa emas, bir kunda ham hal bo'lishi mumkin. Bundan katta summalarni yig'ilgan, xavotir olmang. Xolasa xalqimiz bilan birgalikda buni katta tezlik bilan xolasa hal qilamiz. Alloh rozi bo'lsin hammalaringizdan. Mana shu bolamizga imkon qadar yordam beraylik. Rahmat.